barmoq pishirmoqchimiz. Mana qazi, ot go'shti, ozgina qo'y go'shti qaynatyapmiz. Qaynash asnosida albatta ko'piklarini olib tashlaymiz. Mana qaynayapti suvimiz. Ko'piklarini olib tashlaymiz. Sho'rvasi qaynayapti, 5 barmoqni. İçiga bitta piyoz butunligicha sovordik. Sabzi, kartoshkalarni soldik. Butunligicha archib, qaynatib pishirib olamiz. Qaynayapti. Kartoshkalarimiz pishdi, bularni to'g'rab olamiz. Hammasini 4 burchak shaklda to'g'rab olamiz. Mana go'shtlarimiz ham pishib boshladi. Yoqimli ishtaha.